Nega yig'layapsiz? Yana shohmi? Endi bildim nega telefoningni ko'tarmaganingni. İlyos, hozir emas. Shoh ketdik. Investitsiya bo'yicha hujjat. Xayrli tong. Xayrli. Kechagi tuning ham xayrli bo'lgan shekilli. Hammani ham o'zingga o'xshatma. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Og'zingga qarab gapir. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Ilos meni sevib qolganiga xafa bo'lyapsanmi? Mendek qizni sevmasa, yana kimni sevardi? Men tabiat mo'jizasi bo'lsam, sen esa shu tabiatni xatosisan. Bahrom. Ha? Yo'qotinglar meni ofisdan. Hamma yosh bola bo'lsam, menga nima deysiz? Hozir meni xo'jayinga olib bormasam Men bu meni. yoqqa. Hop. Bor. Yes. Hamma menga xo'jayin. Senga chidayotganim asosiy sababini bilasanmi? Pulmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Unda yozilishi bo'yicha odam odamga tan jarohati yetkazishi mumkin emas. Shunaqa hammalaring jonimga tegdilaring. Kayfiyating cho'q-ku. Mana bu rasmni ko'rganingdan keyin yana ham quvonasan. Balki spektakl tugatadigan vaqt kelgandir. Gapirib bo'ldingmi? Ko'zingni och, Ilyos. Ijozating bilan. O'lsam o'laman, lekin hech qachon birga bo'lishlaringga yo'l qo'ymayman. Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan men bitimga emas, men bitimga keldik. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin Shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi. Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi, Sevdi.